Monetarizatsiya bo'lish necha pulga tushadi? Yuzlari juda ham tiniq va tortilgan, yuzlariga har oyda bioretilizzant oladilar. Buni narxi $120 dan $500 gacha. Yuzlarda lifting juda ham zo'r, ya'ni tortilib turadi. Yuzlariga Botox Full Face oladilar. Botox Full Face narxi $120-200 dan $1000 gacha. Yuzlarida gel bor, gel narxi $500 dan $700-800 gacha. Apparat va kosmetologiyadan foydalanadilar, ya'ni Smash Lifting. Smash Lifting bitta seansi o'zi $1000 turadi. Lablariga keladigan bo'lsak, shakllari juda ham aniq va chiroyli. Buning uchun fillerdan foydalaniladi. Buni 6 oydan 1 yilgacha qilinadi. Narxi o'rtacha $300 dan $1000 gacha. Burniga keladigan bo'lsak, eski rasmlar bilan solishtirilganda juda katta farq bor. Buning uchun rinoplastika foydalanilgan. Rinoplastika o'rtacha narxi $3000. Yillik kosmetologik protseduralarning narxi o'rtacha $10000 dan $20000 atrofida bo'ldi. Keyingi videolarimizda kimni obzor qilishimizni xohlasangiz, kommentariyada yozib qoldiring va menga obuna bo'ling.